Faqat bo'ling, demak dori ichib bu kasallikdan qutuldim deb o'ylamang. Hamma aritmiyani ham operatsiya qilish kerakmi deb savol berishadi. Yo'q, hamma aritmiya ham operatsiya qilinavermaydi. Даже operatsiya qilinadigan aritmiyalar ham boshlang'ich davrda dori orqali davolanadi. To'g'ri, dori bu yechim emas, lekin aritmiya shikoyatlarini, ya'ni aritmiya simptomlarini kamaytirgani uchun bemorlar bemalol dorida yursa bo'ladi. Boshlang'ich etaplarida oddiy bir taxikardiyalarni oladigan bo'lsak, taxikardiyalar qisqa muddatli bo'ladi. Ya'ni bu turdagi kasallarni operatsiyaga olinsa, bu qisqa muddatli taxikardiyaga to'g'ri tashxis qo'ya olmasligimiz mumkin operatsiya payti. Shuning uchun demak bunaqa turdagi kasallarga men birinchi dori bilan davolanishni tavsiya beraman. Ya'ni yiliga 1 marta, 2 marta yuragi tez uradigan kasallar operatsiyaga muhtoj emas. Bularni bemalol dori berib boshqarib yursa bo'ladi. Taxikardiya xurujlari ko'payib ketaversa, ya'ni oyiga 1 marta yoki yiliga 5-6 marta bezovta qiladigan holatga tushib qolsa, o'shanda demak bu kasallikdan qutulish uchun operatsiyani tavsiya qilsa bo'ladi. Qolgan holatlarda, demak kam bezovta qiladigan taxikardiyalarda yoki kam bezovta qiladigan boshqa turdagi aritmiyalarni bemalol dori orqali boshqarsa bo'ladi. Faqat bo'ling, demak dori ichib bu kasallikdan qutuldim deb o'ylamang. Dori faqat kasalligingizni kamaytirib turadi. Ertaga kasallik sekin-sekin avjlanib borgandan keyin bu kasallikdan operatsiya yo'li orqali qutulasiz.